Hammaga salom. Hammaga xayrli tun, xayrli kun. Kim qachon ko'rib o'tganiga qarab. Bugun men o'zimni kunim haqida video olishga qaror qildim. Sizlarga yoqadi deb o'ylayman. Hozir men dushdaman. Ertalab men yuzimni yuvaman, tushimni yuvaman, keyin esa уже oshxonaga boraman. Bizani oshxonamizda bahorgi kayfiyat, gulli dasturxon va siren. Men juda ham sirenni hidini yaxshi ko'raman. Men uchun bu bahor bilan assotsiatsiya qilinadi. Har kuni ertalab nonushta qilishdan oldin men bir stakan suv ichaman. Iliq suv. Mana hozir suvni isitishga qo'ydim. Sal ilgandan keyin birga o'tirib suv ichamiz. Ammo faqat chashkalarni yuvib turaman. Mana iliq suv. Bugungi planlarim bo'yicha nima qilishim kerak? Hozir ertalab suv ichganimdan keyin nonushta qilishni boshlayman. Keyin soat 11 da yogaga borishim kerak. Yogam yangi joyga ko'chgani uchun birga ko'ramiz, obzor qilamiz. O'sha yangi joy mahal u yoqqa bormadim. Keyin esa men bir oydan beri o'zimga kiyim olmoqchiman. Homilador bo'lganim uchun o'sha kiyimlarim sig'mayapti. Zakaz qilgandim kiyimlar, o'shalarni hozir kiyaman. Lekin yana bir ikkita narsa olishim kerak bo'lgani uchun magazinga borishim kerak. O'sha internetda qarashim kerak. Ishlaydimi bugun yo'qmi? Ishlasa yogadan chiqib o'sha yerga boraman. Retsept snimat qilaman. Клубника в дубайском шоколаде. Просто десерт. Uning uchun klubni olishim kerak. Bu yoqda nima edi bilasizlarmi? Bu yoqda pistashka, bodom. Po-mo'yim bodom edi. Bodom bo'ladi o'zbekcha. Ozgina qopda bodom olishim kerak. Fistashka pasta. Lekin fistashka pasta sotmaydi korzinkada. Тоже qarashim kerak, ishlaydimi magazin yo'qmi, konditerskiy. Ishlasa o'sha yerga borib olib kelaman. Yoki boshqa retsept olishim kerak bo'ladi. Hali o'ylamadim nima retsept. Nonushtaga bugun omlet, salat bilan omlet bizada tortilla va sirli. Bu men turmush o'rtog'imga, men kasha, yoniga mevalar to'yman o'zimga. Hozir qilishni boshlayman nonushtani. Nonushta ham tayyor. Aytganimdek nonushtaga kasha, mevalar, omlet va yoniga salat, kroshkalarda qora choy. Hozir endi nonushta qilamiz. Men уже ketishga tayyorman. Ustimdan plash kiysam bo'ldi. Va hozir biz yogaga boramiz. Mana men kelib bo'ldim. Juda ham chiroyli lokatsiyada ekan. Hozir ichkariga kiraman. Men chiqdim yogadan. Juda chiroyli joy ekan. Menga yoqdi bu lokatsiya. Endi shu yerga kelaman. Chunki u yoq lokatsiyada instruktorim boshqa dars bermaydigan bo'ldilar. Havo zo'r. Aylanadigan havo.
odam ham kam parkda. Mana telebashni orqamda. Hozir men plan bo'yicha magazinda beremenlikka bormoqchi edim, narsa kiyim olmoqchi edim, lekin afsuski bugun ular ishlamas ekan. Shuning uchun srazu konditerskiy magazinga borib fistashkovoy pasta olamiz. Ochkiyim uyda qolib ketibdi. Hozir mana konditerskiy magazinga kiraman. Videoga ololmasam kerak тоже, chunki menga faqat fistashkovoy pasta kerak. Mana qizcha nimadir qilyapti. Mana olib oldim fistashkovoy pasta bor ekan, xudoga shukr. Hozir endi korzinkaga boramiz. Klubni olish uchun va uyga mayda-chuyda narsa olish uchun. Ura, uyga ham kelib bo'ldim. Korzinkadan uyga mayda-chuyda oldim. Mini obzor olgan narsalarimga, chunki uncha ko'p narsa olmadim. Haliroq yana borib qolgan produktlarni olamiz. Pomidor cheri, golubika, chunki men yaxshi ko'raman yagodalarni yeyishni. Golubika eng yaxshi ko'rgan yagodam bu qilibni. Mana ertalabkidan atiga 2 dona qoldi. Hozir yeb qo'yaman. Chunki qornim ochib ketdi. Hozir ajratlanishim kerak уже. Kokosовый стружка, клубника, клубные, фисташка, qatu bu qatuli salat uchun bahor salati deyiladi, по-моему. Iceberg, zelen, bu yerda ham zelenlar, mana qatuli salat uchun. Ne молоко, именно овсяное не молокoni yaxshi ko'raman. Chunki buni men smuzi qilganimda qo'shaman va ertalab choy bilan ichaman. Choyga yarmisini quyib. Menga yoqadi. G'alati eshitilishi mumkin, no menga yoqadi. Va olmalar. Obedga osh, qatuli salat, ertalabki qolgan 2 qulupni. Hozir endi birga tushli pishiramiz. Tushliga chiftel shorva bo'ladi. Men уже artib qo'ydim hamma sabzavotlarni. Ovqat qaynayapti. Bu yerda men zelenlarni tuzli suvga solib qo'ydim. Iceberg, ukrop, kashnich, редиска. Hozir esa rakvinamni bir sidirib choy bormoqchiman. Hozir esa birga dazmol qilishni boshlaymiz. Men futbolkani qo'yib qo'ydim. Bu yerda uncha ko'p emas kiyim. Hammasini dazmollab taxlab qo'yaman. Ovqat qilgandan keyin men sal dam oldim. Syomkani ham boshladim. Hamma narsani tayyorlab qo'yganman. Hozir mana qulupnayni yuvaman. Syomkani ham tugatdim. Bunaqa chiroyli desert qildim. Bu yerda qulupnay, fistashkovoy pasta, молочный shokolad, tepasida kokosовый стружка va fistashka. Tushli ham tayyor. Hali qilgan tirtelka sho'rvamiz ham pishdi. Yoniga salat ham qilib qo'ydim.